Cristiano Ronaldoning shaxsiy samolyoti hashamat jihatidan ko'plab 5 yulduzli mehmonxonalardan ham ustun. Bu Gulfstream G-0 bo'lib, taxminan 65 million yevro qiymatga ega. Uning maksimal tezligi soatiga 1000 kilometrdan oshadi. Shuning uchun u okeanni qo'nmasdan kesib o'ta oladi. Lekin eng muhimi, ichki qismi ta'sirli. Ichkarida hamma narsa mutlaq qulaylik uchun yaratilgan. Italian Charm kreslolari qo'liq karavotlarga ochiladi va massaj funksiyasi bilan jihozlangan. Samolyotda alohida oshxona mavjud bo'lib, shaxsiy oshpaz parvoz paytida yuqori darajadagi taomlarni tayyorlashi mumkin. Samolyot shuningdek, shaxsiy yig'ilish zonasi, 3 o'lchovli ko'ngilochar tizim va yorug'likni sozlovchi aqlli oynalar bilan jihozlangan. Pol qimmatbaho sayqallangan yog'ochdan yasalgan va JR Tujuh logotipi butun salon bo'ylab ko'rinadi. Samolyotning kengligiga qaramay, Ronaldo faqat oilasi bilan sayohat qilishni afzal ko'radi. Shuningdek, layner harbiy navigatsiya, aralashuvga qarshi tizim va termal tasvirlagichlar bilan jihozlangan. Ba'zi funksiyalarni to'g'ridan-to'g'ri smartfon orqali boshqarish mumkin. Agar siz ham shunday hayotni orzu qilsangiz, CR Tujga izoh yozing.